Payg'ambarimiz alayhissalomdan bir kishi qanday odam qarindosh deb so'raganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarindosh emas, bir-birini so'roqlagan, bir-birini holidan xabar olgan, borish kelishi bor odam qarindosh deb Rasululloh marhamat qilgan ekanlar. Hozir amakivachchalar, xolavachcha, tog'avachchalar unchalar qarindoshdek ko'rinmayapti. Bir-biri bilan faqat to'y, maraka, bir marosim bo'lsa bir-birinikiga boradigan holat bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun shu qarindoshchilik rishchasi bir oz sovugandek? Faqat to'y, maraka bir sabab bilan bir-birinikiga borish. Mana bir kichkinagina aqlim bilan o'ylashimcha, biz kattalar sababchi bo'layapmiz. Chunki bolalarimizni yubormayapmiz. Bor tog'ayniga o'ynab kelgin, mana bugun shanba kuni